Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Sizlar Mengli Foral kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Nimaga bitta bloger qamalsa yoki jarimaga tortilsa xalq norozi bo'ladi, lekin qo'pol qilib aytganda 100 ta deputat ham yo'q bo'lib ketsa umuman ishona oldim. Umuman deputatlarni umuman O'zbekiston sistemasida o'z deputatlarni yo'q qilish kerak, chunki u xalqning dardini, fikrini umuman yuqoridagilarga yetkazmayapti. O'rtada uzilish bo'lib qolyapti. Blogerlar yetkazsa jarimaga tortilyapti, boshqa narsa qilinyapti. Xalq lekin nima deydi? 100 ta deputat hammasini yo 200 ta umuman deputatlarni ishdan olib tashlasa ham xalq umuman xafa bo'lmaydi. Qonunchilik palatasini o'zi qonun chiqarsa ham xafa bo'lmaydi, yo prezident farmon chiqarsa. Chunki deputatlar umuman O'zbekistonga hech qanday bir ta'sir ko'rsatayotgani yo'q. Rivojlanishga, boshqa narsa qilishiga. Undan ko'ra blogerlarga deputatlik huquqini berish kerak. Shundagina qonunlar chiqarish uchun yuqoridagilarga bitta jo'nataveradi. Bu yomon narsa-da. Umuman blogerlarni yo'q qilish bilan hamma shug'ullanib qoldi. Bitta haqiqatni gapirgan blogerni umuman anaqa qilsa kanalni yopib tashlaydi, oxiri boray deydi. Keyin nima deydi? Yana kunimiz bo'yicha gapirmayotgan deputatlarga qoladi. Oxir oqibat o'rtada hayot muvozanati yo'qoladi. O'rtadagi ishlamayotgan sistemani holatini, prezident va xalq o'rtasida ishlamayotgan sistemani shu blogerlar yuritib turibdi-da. Aytib, bu yerda bu ishlamayapti, bu yoqda bu ishlamayapti. Yo'q, qaysi deputat aytyapti? Yo bir kanal ochib, mana shunday bo'lyapti. Yo'q. Yo'q, birortasi. Hammasi jim. Bitta qonun chiqarsa o'tgan qala men parasitga qaradim, 139 ta ekan. O'shandan 135 ta, 136 tasi yo'qlab qo'l ko'taryapti. Bunga ahamiyati yo'q-da. Boshqa rivojlangan mamlakatlarda bunday emas. Bir 80 tasi ma'qullasa, bir 60 tasi yo 59 tasi yo'q, noto'g'ri deb qonun chiqadi. Ana unda bu qonun nima deydi, kuchga kiradi. Nima uchun so'raydi? Nima uchun 80 ta ma'qullaring yo nima uchun 60 dan qarshi chiqding? Bizda unday emas. Faqat qo'l ko'taradi. Oylik sal halollab olinglar, deputatlar. Bo'lmasa blogerlarga bo'shatib beringlar joyini. Blogerlar kanaldan sizlardan ko'ra masalan xalq o'rtasida qadri bor. Nima uchun? Haqiqatni gapiramiz, adolat topib chiqamiz. Shuning uchun ham qadrimiz bor. Birorta masalan deputat agar xalq ichida qandaydir hurmat qilmaydi. Chunki prezident va davlat o'rtasida umuman qonunni ishlab chiqara olmayapsizlar. Olib borib chiqarib, hujjat olib borib nima deydi? Ko'rsatmayapsizlar. Faqat vazirliklarni o'zi ishlab chiqadi qonunni. Masalan, hamma va sog'liqni saqlash, umuman hamma vazirlikni o'zi ishlab chiqaradi, deputatlar shuni ma'qullay boshqa qiladi. O'z tashabbusi bilan qarab turmaylislarda umuman chiqarmaysizlar. Mana men tashabbusim faloncha deputat, mana shu qonunni nima deysizlar? Xalqchilik qonunlarda. Umuman qonunlar ishlab chiqarmaysizlar. Faqat chiqqan qonunni yo ma'qullasizlar yo boshqa qilasizlar. O'zi aslida qonunda tashabbus bilan ishlab chiqishlaring kerak-da. Sizlar deputatsizlar. Har bir narsani. Shundan hamma o'z fikrini qoldirsin. O'zi blogerlarga shu deputatlik bersa nima bo'ladi baribir. Ular ishlamayapti ham-ku. Xalq ham shu fikrda, davlat qanday fikrda bilmadim, lekin kuzatib qolingizlar Mengli Foral kanalini, obuna bo'lishni unutmangizlar. Bizda haqiqatlarga